Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shu sizlar bilan birgalikda raspakovka qilamiz. Hayotimda o'zim uchun qilgan eng yaxshi qarorlarimdan bittasi bu hijobga kirganim bo'ldi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, shunchalik issiqqa qaramasdan hijob o'rab yurgan ayol qizlarimizga sizlarga respekt. Amerikada hijoblar uchun deyarli kiyimlar yo'q, shuning uchun hammasini zakaz qildim. Sizlar qayerdan zakaz qilganimni topinglar sifatiga qarab. 5 xil rangli sharf zakaz qildim. O'zining ichida 2 xil rangli blavkasi chiqdi. Juda ham yumshoq, cho'ziluvchan va yuqa ekan, o'rashga juda ham qulay. Keyingisi shunaqa Pinterest'li koftacha zakaz qildim. Qaranglar buni chiroyliligini, ozgina g'ijim, utkilasa juda ham zo'r bo'ladi. Meni bunaqa rangli kiyimim bo'lmagan va birinchisi. Shunaqa 2 xil rangli blauzlar zakaz qildim. 100% paxtadan. O'zbekchasi qanaqa bo'lishini bilmayman. Anyway, bular juda ham yumshoq ekan, juda ham badanga yoqadi, qichishtirmaydi. Yana qaytadan olgan bo'lardim. Qora zakaz qildim deb o'ylasam, qora emas, to'q ko'k rang zakaz qilgan ekanman. Oldichidan o'rashga shunaqa shapkacha zakaz qildim. Oqidan, qorasidan, malla rangidan ham juda ham zo'r. Lekin ozgina katta keldi, bu yoq o'zbekchilik to'g'irlab olamiz. Chiroyli qistirg'ichchalar nimaga zakaz qildi deb o'ylaysizlar? Topolmadinglar, Maldiv orollariga ketmayapmiz. Boyagi limonoviy rangli koftamga moslab taqish uchun oldim. Ro'molga qadab turish uchun shunaqa ignachalar. Bizani kolleksiyamiz sekinlik bilan to'layapti. Sizlarga bye.